Assalomu alaykum. Opalar, akalar, bu videoni chiqarishga to'g'risi birinchi uyaldim, lekin majburman. Ikkita o'g'lim bilan ijarada yashaymiz. Yolg'iz onaman. Judayam qiynalib ketdim. Kichkina o'g'lim 2 yosh bo'lyapti, yurmaydi, gapirmaydi. Cherepnoyi bor, travma bilan tug'ilgan. Ko'p kasal bo'ladi. Shunga doktorga ko'rsatgandim. Har oyga vaqtida massaj olmagansiz deb ololmadim, axir sharoitim yo'qligi uchun. Hozir har oy 10 kun massaj buyurgan, ololmayapman. Agar kimnidir imkoni bo'lsa yordam beringizlar opa, akalar. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin sizlarga. Qiynalib ketdim. Erim alimentdan to'lamaydi. Iltimos sizlardan.